Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana navbatdagi zinamiz Namangan viloyati Kosonsoy tumanida. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga ma'zur bo'lsa, bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Zinamiz aylana zina bo'ladi. Xonamiz balandligi 3 metr, eniga 4 metr. 15 ga 30 dan tushgan. Yo'llar avanli bo'lgan, panellarda aylantirib o'rganmiz. O'rtasi 30, birkan 30, 120 eniga. Qilayotgan ishlarimiz sizlarga ma'zur bo'lsa, Habistonda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Hammaga katta rahmat.